uylanguncha yo turmushga chiqqunlaricha aka-uka, opa-singillar bir uyda yashashadi. Bir qozondan ovqat yeyishadi. Ota-onaning uyiga hamma sig'adi. Ammo ota-ona o'tganlaridan keyin hamma uy-joyli bo'lgan, lekin hammani boshini keyin qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan. Ota-ona o'tgandan keyin sekin-sekin ota yurtga, ota uyga borishingiz ham sekinlashib borar ekan. Aka-singillar, ukalar, opalar bilan ko'rishish ham o'ziga yarasha sekin-sekin oqibat yo'qolib borar ekan. Aslida oqibat yo'qolmasa kerak. Aslida shuni saqlab borish kerak. Ota-onaning ruhi aynan mana shu narsadan shod bo'lar ekan. Farzandlarining hamjihatligidan, ittifoqidan, mehribonchiligidan. Shuning uchun erkak odam opasi va singlisi yo'lda hech dunyoni ayamas kerak. Ayoli, farzand u sizniki. Ammo opangiz yoki singlingiz sizning qorindoshingiz u. U sizning jigaringiz. Ularning o'rni doim boshqa bo'ladi. Ularning duosini olishga harakat qilish kerak.